Biz hayotimizda har xil insonlarni ko'ramiz. Mana masalan, oddiygina sovg'ani misol qilib olaylik. Shunday bo'ladiki, masalan, sizga kimdir biror narsani sovg'a qilgan. Masalan, mana bunimi yo qulog'ingizdaginimi. Endi kim bo'lsa ham sizga nimadir sovg'a qilgan. Siz keyin o'sha narsani kiyib yo taqib biron bir tug'ilgan kunmi, to'ygami, borganingizda uchrashib qolsangiz, ular sizga qarab, "Voy, mana uni men sovg'a qilganman-a, senga juda ham yarashib turibdi. Men uyimda bo'lganda bunchalik ko'zimga ko'rinmagandi, endi pishamayapman senga berganimga, juda ham chiroyli turibdi" deyishadi. Yana bir xil toifadagi insonlar borki, nima deydi, "Mana uni siz menga sovg'a qilgansiz" deb o'zlaring borib aytsalaring ham ular bo'lsam, "Yo'q, men sovg'a qilganmanmi, esimdan chiqib ketibdi" deyishadi. Bunday gapni gapiradigan insonlar sizni qalbingizga ozor bergisi kelmaydi, sizni qanaydir kamsitgisi kelmaydi. Bu toifadagilar esa 1000 marta bo'lsa ham rahmat olgisi kelaveradi. Bir marta rahmat oldingiz yetarli.